Ahmad al-Farg'oniy. To'liq ismi Abu al-Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg'oniy, buyuk o'zbek astronomi, matematiki va geografi. U 9-asrda, taxminan 798-yilda Farg'ona vodiysida tug'ilgan. U dunyo ilm faniga, xususan astronomiya va geografiyaga ulkan hissa qo'shgan. Hayoti va faoliyati. Ilmiy rivojlanishi. Al-Farg'oniy ilk bilimlarini Farg'onada olgan, keyinchalik Bag'dodga yo'l olgan va u yerda Abbosiylar xalifaligi davrida hukm surgan Baytul Hikma, ya'ni donishmandlar uyi ilmiy markazida ishlagan. Bu markazda u o'z davrining yetuk olimlari bilan birga faoliyat yuritgan. Qadimgi Yunon, Hind va Fors ilmiy asarlarini o'rgangan va ularga sharhlar yozgan. Samoviy harakatlar kitobi. Uning eng mashhur asari Kitob fi harakat as-samoviyya va Javomi ilm an-nujum, ya'ni samoviy harakatlar va umumiy yulduzlar ilmi kitobi deb nomlanadi. Bu asar o'rta asrlar Yevropasida astronomiyaning asoslari, Elementa astronomica nomi bilan mashhur bo'lgan. Unda yerning sferik ekanligi, sayyoralarning orbitalari, quyosh va oy tutilishlari hamda astronomik hisob-kitoblar haqida aniq va tizimli ma'lumotlar berilgan. Ushbu kitob 13-asrda lotin tiliga tarjima qilingan va keyinchalik Yevropaning ko'plab universitetlarida astronomiyadan asosiy darslik sifatida o'qitilgan. Hatto Nikolay Kopernik ham o'zining geliosentrik nazariyasini yaratishda Al-Farg'oniyning ma'lumotlaridan foydalangan deb taxmin qilinadi. Nil daryosi o'lchagichi. Xalifa Al-Ma'mun buyrug'i bilan Nil daryosining suv sathi o'lchagichi, ya'ni nilometr qurishda ishtirok etgan. Bu qurilma Misrning Fustat, hozirgi Qohira shahrida joylashgan bo'lib, u orqali daryo suvining ko'tarilish va pasayish darajasi aniqlangan. Bu ma'lumotlar hosilni oldindan taxmin qilish uchun muhim bo'lgan. Ilmiy merosi. Al-Farg'oniyning ilmiy merosi nafaqat musulmon dunyoda, balki Yevropada ham chuqur iz qoldirgan. Uning asarlari g'arb olimlariga Ptolemeyning Almagest asarini tushunishga yordam bergan va astronomiyaning rivojlanishiga turtki bo'lgan. Uning astronomik asboblarni yasashga oid bilimlari ham keyingi davr olimlari uchun muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda, ayniqsa Farg'ona vodiysida Ahmad al-Farg'oniy xotirasi ulug'lanadi. Uning nomi turli ta'lim muassasalariga, ko'chalarga berilgan va haykallar o'rnatilgan. Al-Farg'oniy O'zbekistonning boy ilmiy va madaniy merosining yorqin timsolidir.